Amerika chegara doiralari ichki Mo'g'ulda ishlab chiqarilgan Setevia markali tatbiqlashtiruvchini majburiy emgakka chetishlik bo'lganligi uchun tutib qolgan. Janubiy Xitoy Sahar pochta gazetining xabaridan qaraganda, Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi ichki Mong'oliyaga joylashgan Xinjiang guruhi Bao'janjao dehqonchilik sanoat va savdo shirkatining majburiy emgakdan foydalanib turib, shakar o'rniga ishlatilgan dongliq markali tatbiqlashtiruvchini ishlab chiqarganligi haqida o'zlarining to'liq paketiga ega ekanligini, shunga bu mahsulotlarni tutib qilish va musodir qilish haqida har qaysi portlarga ta'limot berganligini aytgan. Setevia tatbiqlashtiruvchi Coca-Cola qatorliq ichimliklarni o'z ichiga olgan bir qator dongliq mahsulotlarning keng ishlatiladigan mahsuloti bo'lib, Xitoy dunyodagi eng chong Setevia mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi davlat ekan. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi savdo ishxonasining ijroiya yordamchi komissari Berin Nasimiz gazetga qilgan so'zida Amerikadagi har qaysi import qiluvchi shirkatlarning bu voqea bilan hushyorligini texmi o'stirib, mol ta'minlash zanjirini texmi yaxshi tekshirib ko'rishni va ularning cho'qim Amerika hukumatining insoniylik va axloqiy o'lchamlarga loyiq bo'lishiga kafolatlik qilishni umid qiladiganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy eng chong ta'minlaguvchisi bo'lgan va xom materiallari Sharqi Turkistonda ishlab chiqariladigan yer sharidagi quyosh energiya mahsulotlarining 80%ni Xitoy ishlab chiqaradigan bo'lg'achqa, Amerika shirkatlari uni Xitoy zavodlaridan ta'minlab kelgan ekan. Biroq Amerika hukumatining majburiy emgakni cheklash tadbirlari natijasida Xitoydagi ta'minlash zanjiri davomli hamkorlashish ishonchsiz bo'lib qolgan. Amerika hukumati Uyg'urlarning majburiy emgaki asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklash orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qul emgakiga selishni to'sishga tirishmoqda. Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi butun dunyoning diqqatini tortayotgan bir paytda Indoneziyaning 4 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berganligi o'tirg'a chiqdi. 2 nafar terrorlikqa qarshi turish mutaxassisining Benar xabar agentligiga aytishicha, 2015-yili Indoneziyada terrorlikqa aloqador jinoyatlar bilan ayblangan 4 nafar Uyg'ur jazo muddati to'shgandan keyin bu yil sentabrda Xitoyga qaytarilgan. Xitoy ularga qo'yilgan $6,812 jarimani to'lagan. Abdulbasit Tözər, Ahmet Mahmud, Ahmet Bozog'lan va 6-Bayram ismli bu Uyg'urlar 2015-yili Indoneziya doiralari tarafidan terrorlik tashkilotlariga qatnashish gumoni va chegaradan qonunsiz kirish bilan ayblanib qo'lga olingan. Ular shu yili sotlanib 5 yillikdan qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ular yaqinda qamoq jazosi to'shib qo'yib berilgan. Lekin ularning qaysi davlatga qaytarilish masalasi aniq emas bo'lib, bu kishilar huquq tashkilotlarida andisha qo'zg'agan. Xalqaro kechirim tashkiloti Indoneziya hukumatidan bu masala to'g'risida bayonot berishni talab qildi. Kishilik huquq tashkilotlari bu Uyg'urlarning Xitoyga avatilsa, ig'ir qiynash va kishilik huquq dafsandichiligiga uchraydiganligini ogohlantirgan edi. Sudan Isroiliya bilan munosabatini normallashtirishga qo'shilgandan keyin Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yozma bayonotida Sudandagi insonparvarlik krizisiga taqobil turish uchun $81 million yordam avatadiganligini e'lon qildi. Pompeo eng yangi yordamlar bilan Janubiy Sudan va rayondagi krizisning ta'sirini azaytish uchun e'lon qilgan insonparvarlik yordamining $436 million ga yetadiganligini bayon qildi. Sudan bilan Isroiliya o'rtasidagi siyosiy normallashish musobaqasi boshlangandan keyinla Amerikaning Sudanga yordam qiladiganligini e'lon qilish kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro davlatining energiya mablag'i haqida to'xtalganda, davlatining mustaqil qurol-yarog' sistemasi uchun Rossiya, Xitoy va Eronning qo'llashi bilan harbiy kengash qurmoqchi ekanligini aytdi. Maduro armiya oliy komiteti va Venezueladagi harbiy rahbarlar bilan ko'rishganda mundaq dedi: "Biz Eron, Xitoy va Rossiyaning yordamida armiyamizni taraqqiy qildiramiz. Kelgusi bir necha hafta ichida davlatning qurol-yarog' sistemasining mustaqilligi uchun ilmiy energiyaga silangan mablag'ni nazarda tutib, bu qadamni tashlaymiz." Amerika va uning bir qism ittifoqdoshlari yaqinqi yillarda Maduro hokimiyatini taxtdan tushirish uchun Venezuela hukumatiga embargo yurgizishga urinib keldi. Arab dunyosida Fransiya prezidenti Makronning islomga qarshi bayonlariga bo'lgan noroziligi kuchaymoqda.
Fransiya mallarini va Fransiyaga sayohatga berishni boykot qilish chaqiriqlarimi o'tirg'i chiqishga boshladi. Yana bir tarafdan Fransiya Turkiyada turishliq bosh elchisini qaytarib ketganligini e'lon qildi. Elisi Sarayı'nın bayonotida Türkiye reisi Erdoğan'ның Fransiya prezidenti Macron haqidagi so'zlarini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Erdoğan tönögün Macron'ның islom haqidagi so'zlariga qarata Macron'ның islom bilan nima masalasi bor? Uning musulmonlar bilan nima masalasi bor? Macron ruhiy davolashga muhtoj. O e'tiqod erkinligini tushunmaydi. O'z davlatidagi millionlagan o'xshamagan e'tiqodga kishilarga bundaq muomala qilgan bir davlat boshlig'iga buningdan boshqa yana nima deyishga bo'ladi degan.